Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oldingi darsimizda a, i, u harflarini o'rgangan edik. Bugungi darsimizni boshladik. Arab tilidagi barcha harflarning ustiga mana shu tayoqchani qo'yadigan bo'lsak, a deb o'qiymiz. Misol uchun ta, ba, sha, fa va hokazo. Faqat ba'zi bir harflarda mana shu ekraningizda ko'rib turgan harflarning ustiga mana shu tayoqchani qo'yadigan bo'lsak, a emas, o deb o'qiymiz. Xo, ro, so, do, to, zo, g'o, qo. Bu harflarning ustiga qo'yilgan tayoqcha nima vazifani bajarishini tushundik. Endi keyingisiga o'tamiz. Mana shu harflarning barchasini tagiga kichkina tayoqcha qo'yadigan bo'lsak, bu tayoqchani i deb o'qiymiz. Misol uchun fi, qi, bi, zi va hokazo. Agar mana bu yerga harflarning ustida keladigan bo'lsa, buni u deb talaffuz qilamiz. Misol uchun hu, ju, fu, ku va hokazo. Mana shu harflarning ichidan ro harfini olamiz va ro harfi misolida ba'zi bir mashqlarni ko'rib chiqamiz. R, o, ro, r, i, ri, r, u, ru. Qaytaramiz. R, o, ro, r, i, ri, r, u, ru. Ana endi mana shu harflar ishtirokida mashqlarni o'qishni boshlaymiz. Birinchisi a, r, ar, ar. Demak, siz r harfini ustida ko'rib turgan mana bu belgini sukun deb nomlaymiz. Qaytaraman. Mana bu belgini sukun deb nomlanadi. Sukunning vazifasi, sukun qaysi harfning ustiga qo'yiladigan bo'lsa, ana shu harfni aytamiz, to'xtaymiz. Mana shu misolda r harfini aytamiz, bo'ldi, to'xtaymiz. A, r bo'ldi. Ar. Keyingi misolimiz i, r, ir. I, r, ir. Navbatdagisi u, r, ur. U, r, ur. R, o, u, ro, u. R, o, u, ro, u. R, i, a, ri, a. R, i, a, ri, a. R, u, i, ru, i. R, u, i, ru, i. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Alloh taolo hammalarimizga foydali ilm bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.